Hammaga salom. Bugun biz Shanxayda optika ko'rgazmasiga keldik va sizlarga qanaqa qilib mayda narsalardan biznes qilishni ham ko'rsatib o'tamiz. Xullas, ketdik. Ko'rgazmaga kelganinglarda mana bunaqa stendlar bo'ladi. WeChat'larni ochib, WeChat alohida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. WeChat'lar bo'lmasa qiyin, ko'rgazmaga kirishingiz ham juda qiyin bo'ladi. WeChat'ni olasizlar, WeChat'dan skan qilib kirib ro'yxatdan o'tasizlar. Ko'rib turganingizda inglizchada, xitoychada ham bor. Va undan tashqari sizlar обязательно nima pasportinglarni olib kelishingiz kerak yoki biron bir shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. WeChatni ochib, skan qilib, bemalol kirib ketsanglar bo'ladi. Hozir biz ro'yxatdan o'tib kirib ketamiz. Ketdik. Xullas, biz hozir ro'yxatdan o'tdik. Ko'rib turganinglardek, mana bunaqa QR kod beradi. QR kod bilan skan qilib kirib ketasizlar. Hamma ko'rgazma ham bunaqa emas. Ba'zi ko'rgazmalarga oldindan ro'yxatdan o'tib kelish kerak. Uni qanaqa qilib bilishni bizga chiqsanglar, biz sizlarga albatta aytib o'tamiz. Chunki bizda baza bor, bizda ro'yxat bor. Biz qanaqa qilib kelishda va qanaqa qilib ro'yxatdan o'tishda hammasini o'tamiz. Endi ko'rgazmaga kiramiz. Ketdik. Kirganinglarda QR kodni mana reseptingga ko'rsanglar, sizlarga mana bunaqa bejik beradi. Shu bejik bilan bemalol yursanglar bo'ladi. Bejiksiz kirgizmaydi sizlarni. Shuning uchun bejikni olish esdan chiqmasin. Hozir biz ko'rgazmani xaritasini ko'rsatamiz sizlarga. Biz hatto joylashtirdik. Biz hozir mana bu o'tamiz va E1 2 3 4 5 yoki WB 1 2 3 4 5 da boramiz. Ba'zida Xitoyda ko'rgazma shunaqa ko'pki va katta, bu pavilyon xaritada kichkina ko'rinishi mumkin. Aslida esa mana bu yerdan o'tib qarasanglar, juda ham bahaybat. Shanxayga kelgan, ko'rgazmani ko'rgan odamlar biladi qanaqa kattaligini. Shuning uchun biz qo'ldan kelgancha qiziq narsalarni ko'rsatamiz sizlarga va eslatib o'tish kerak, ba'zida ko'rgazmada bir kunda bir nechta har xil ko'rgazma bo'lishi mumkin. Bugun biz optikaga keldik va sizlarga optikani ko'rsatamiz. Hozir biz Xitoy brendidamiz, Parzim degan. Bu yerda oddiy opravalar ham sotadi. Keyin mana bu yerga qarasanglar, chiroyli opravalarda plus minusi bilan birga sotargan zavodning o'zidan. Narxi sal qimmatroq oddiy brendga qaraganda, chunki bu qimmat brend hisoblanar ekan. Shuning uchun narxlari ham qimmat ekan va ko'zoynaklari ham qimmat. Lekin sifati zo'r ekan. Hop, neobычный mablag' ko'zoynaklar ham olsanglar bo'ladi. Hozir mana bitta ishlab chiqaruvchiga keldik. Bular asosan yosh bolalarni frame opravasiga, qolipiga moslashgan ekan va narxi atiga 10 yuan. 10 yuan degani bu $1mi, $1.30 degani. Nimada farqi bor ekan? Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qilsanglar bo'ladi. O'zinglarni qulog'inglarga moslashtirsanglar bo'ladi. Va lekin bular linzasini sotmas ekan, faqat opravasini. Xullas, kontaktlari bor, sizga chiqsanglar, sizga jo'natib yuboramiz. Bitta ishlab chiqaruvchiga keldik, bular ko'rsatyapti. Mana bu yerda atiga 33 yuan ekan. Mana bulari esa 22 yuan opravalar, qoliplari. Toshkentga bemalol olib kelib 10 tam, 20 tam, 50 tam farqi yo'q deyapti. Sizga buyurtma bersanglar, chiqarib beraveramiz deyapti. Bu yerdan olib Toshkentga olib borib sotsanglar ham 22 yuan necha pul? $2 bo'ladi. $2 keyin $10 sotsanglar ham bo'ladi. $2, $3. Mana bu yerda narxini ko'rasizlar, chirs qilib. Xullas 22 yuan ekan, sal qimmatrog'i 33 yuan ekan. Nechta olishi farqi yo'q ekan. 50 tam, 10 tam, 20 tam olsanglar bo'ladi. 广州我们也进啊，可能今年还会去广州那个眼镜展。有啊，还有一个眼镜展，3月份。 Hozir bitta ishlab chiqaruvchiga keldik, Shenzhendan ekan. Bular qimmat opravalarga moslashgan ekan. Ya'ni nima degani? Masalan, ko'zoynakni ham bu ishlaydigan joyini oltindan, kumushdan, tilladan, xohlagan qimmat metalldan qilib berar ekan. Xoh qilsangiz mana bu ko'rsanglar bo'ladi. Hatto ko'zoynakni
Rahmat. Ko'zoynakni ma'budlarni brilliant bilan qoplagan. Ma'budga kelsanglar ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Narxiga chidasanglar deyapti, xohlagan narsalarni qilib beramiz deyapti. Xullas, kontakt bor, yozinglar. Xo'sh, ko'zoynaklar, aprovalarni ko'ryapmiz, qoliplarni. Ko'zoynaklar lekin linzasiz bo'lmaydi. Mana bu zo'r bitta ishlab chiqaruvchini topdik. Mana upakovkalarda sotishar ekan. Narxini eshitib shokka tushib qoldik. 22 yuandan boshlab 77 yuangacha atrofida. Linzani sifatiga qarab narx o'zgarar ekan, eng kamida 10 ta 50 ta olsa bo'lar ekan. Lekin Toshkentdagi narxini men bilaman, chunki Toshkentda ko'zoynak qildirganman va bu yerdagi narxini hozir ko'rib men juda hayratli shokka tushib qoldim. Shu narxlarni eshitib 10 yuan oprava, 22 yuan linza. Dahshat narx. 400多人民币400 ，400多人民币。 Xullas hozir narxini surishtiryapmiz-da. Meni ko'zoynagim nech pul deyapman. Men buni 100 dollar atrofida 100-150 dollarga qildirganman Toshkentda. Narxini eshitib kulyapti-da. Keyin o'zinikini aytyapti. Bizga doshuvchi 400多人民币。 Sibay bu 400 yuanda-da. 400 yuan 50 dollarlar atrofida bo'ladi. Ito buniki maligidan yaxshiroq-da. Endi meniki sal eskiroq-u, lekin narxini eshitib kulyapti. 对，而且这还是全泰价嘛。 Do'stlar, biz hozir sizlarga yengillik ko'rsatamiz. Sport bilan qiziquvchan va Chang'ida aktiv hayot kechiradiganlar uchun Xitoyliklar mana bunaqa ko'zoynaklar ishlab chiqaribdi, sportga kiyadigan va ichida linzasi bilan birga. Bular xohlasanglar zavodda o'zidan linza bilan chiqarib beradi. Narxi polностью ko'rasizlar, qayirib nima qilsa bo'ladi, 650 yuan atrofida. Xohlasanglar linzasini o'zingizlar qo'yib olsanglar bo'lar ekan. Bu arzonroq tushadi. Pastdagilari 100 yuan atrofida. Tepadagilari 120 atrofida dedi işte. Hozir narxi esimdan chiqib ketdi. Mana bulari 108 yuandan ekan. Buni ham har xillari bor, ko'rasizlarmi? Ichida mana apravasi bor, apravani ichida bemalol qo'ysanglar bo'ladi, olinadi. Chiqazg'ordan shekilli. Yana sizdirib qo'yib qo'yadi. Pastida esa 100 yuangacha bo'lgan apravalar turibdi. Xohlasanglar buni ham linza bilan birga chiqarib berishar ekan. Bundan tashqari, undan ham arzonlari bor ekan. Mana bu yerda 40 yuanlar atrofida. Ko'rasizlar, yosh bolalarga ko'proq mo'ljallangan va orqasida rezinkasi bor ishlashga. Va undan tashqari, agar bolanglar sport bilan juda qiziquvchan bo'lsa, mana bunaqa apravalar ham bor ekan. Ko'rasizlar, ichida rezinkasi bilan birga juda qalin, sinmaydi, qo'ysanglar bo'ladi ekan. Narxi 50 yuangacha. Yo'q. Buni ham linza bilan birga qilib beradigan, lekin linzasiz narxi 50 yuangacha. Mana ko'rasizlar, juda sifatli qilingan. Bemalol bolanglar bir necha yil mazza qilib kiysa bo'ladi. Bu yoqda esa 108 yuanliklar bor. Ko'rasizlar, bu faqat nima qolipni o'zi linzasiz. Linzasini o'zingizlar qo'yib olsanglar bo'ladi. Agar bular qo'yib bersa, narxi o'zgaradi. Lekin qolipni o'zi 108. Achki kiyib yuradigan odamlar, menga o'xshagan odamlar juda yaxshi bo'ladi. Snowboardda yoki Chang'ida uchayotganda goggles-ni kiyganda juda noqulay bo'ladi. Hatto kinoga borsanglar ham bilasizlar, terlab ketadi. Shuning uchun men o'zim olardim. Olaman ham, xudo xolasa. Hozir ko'rgazmani ko'rib chiqing agar boshqa bilasizlar. Bu yerdagilar esa 128 yuan. 128 yuan. Bu ham xuddi shunaqa. Ichida ikkita oyna qolib desanglar, linzasini o'zlari qilib beradi. Bundoq kiyib olsanglar bo'ladi. Xullas, do'stlar, chiqinglar aloqaga. Biz sizlarga Xitoyda haqiqiy narxlarni ko'rsatamiz, chunki yetadi. Men o'zim juda qimmatga olganman va narxlarni bilaman. Sizlar mana haqiqiy narxlarni bizadan birinchi qo'ldan ko'rishinglar mumkin. Biz to'g'rima-to'g'ri faqat zavod bilan ishlaymiz.
Do'stlar, hozir biz mana aqlli ko'zoynaklarga keldik. Ko'pchilik yugurayotganda quloqchinlarni taqib yuguradi. Ba'zida noqulay, ba'zida tushib ketadi. Shunaqa sportni sevadigan, yugurishni sevadigan odamlar uchun mana bunaqa aqlli ko'zoynaklar chiqdi. Bunda mana ko'ryapsizlar, kolonkasi bor, ikkita tomonda. Quvvatlaydigan joyi, knopkalari bor va quyoshga qarshi. Bundan tashqari bunda AI bor ekan. Bemalol AI bilan gaplashib ketsanglar bo'ladi, navigator orqali. Masalan, Yandexda ulab qo'ysanglar, bemalol qayerga yugurishni, qayerga borishni ko'rib tursanglar bo'ladi. Yoki o'zimizni muxlisa degan chiqqanmi, hozir o'shadi. Xullas, ma'lumot taqib, ovozlari zo'r eshitilyapti, lekin quloqchinlar taqqanda sal noqulay bo'ladi ba'zida. Mana bu lekin juda yaxshi chiqyapti ovozi. Ovozi ham tiniq, o'zi ham juda chiroyli menimcha. Narxiga kelsak, narxi atiga 139 yuan. Mana bu yerda dollarda narxini ko'rasizlar. Zo'r ekan. Tavsiya etaman. Biz hozir zo'r zavod topdik. Mana bu linzada quyoshga chiqqanda qorayadi-yu, o'shani ustidan yana bitta oyna qo'yiladi. O'zi nima? O'shanaqa oyna qo'yuvchilarni ishlab chiqaruvchini topdik. Mana bu yerda ko'rsanglar, har xil rangi bor. Bu yerda ham har xil rangi bor. Qora, sariq, oq, jigar va bizga hozir nima ruxsat berishdi, ko'rsatib berishga. Masalan, qora yashil, fotoaprovat deyiladi. Yo'q, mana. Ko'ryapsizlarmi? Qorayapti. Bu quyoshga chiqqanda qorayishni boshlaydi-da. Juda ham kerakli narsa, chunki meniki ham shunaqa. Quyoshga chiqqanimda men ikkita ko'zoynak ko'tarib yurishni o'rniga bitta ko'zoynak ko'tarib yuraman. Narxiga kelsak, narxi o'rtacha 13-14 yuan deyishyapti. Lekin narxi o'zgaruvchan, chunki bu yerda qancha olishinglarga bog'liq, qanaqa yetkazib berishga va mayda-chuda ishlariga. Xullas 13-14 taxminan narxi o'zgaradi. Xo'sh, biza undan tashqari kattalarning ko'zoynagini ko'rgandan keyin mana yosh bolalarga ham bor. Yosh bolalarga ko'zoynak taqish juda qiyin, ota-onalar buni biladi, ular taqisi kelmaydi. Shuning uchun mana bunaqa chiroyli ko'zoynaklar qilishgan ekan. Mana bu ochiladi, bemalol taqsa bo'ladi. Undan tashqari bu ko'zoynaklar oddiy ko'zoynak emas, quyoshni nurini qaytaruvchi. Mana, masalan, ko'rsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ichkaridagi ekran ko'rinyapti. Hammasi mana shu yerda turgan quyoshga qarshi ko'zoynak ekan. Narxiga kelsak, eng qizig'i atiga 12 yuan ekan. 12 yuan degani bu 2 dollar. Yo'q degani 2 dollar ekan. Juda chiroyli, masalan, mana bunaqalarni meni o'zim jiyanlarim Asad Temur ko'rayotgan bo'lsanglar, salom. Sizlarga va mana bunaqa ko'zoynak juda yoqadi deyman. Xullas chiqinglar, alohida kontakt berib yuboramiz sizlarga. Agar do'stlar, hozir biz boshqa yosh bolalarni ko'zoynagini sotadiganlarga keldik. Bu yerda stilli ham boshqacha ekan, nimalari ham juda yoqdi va vibr ko'proq ekan. Bu yerda ham quyoshga qarshi hammasi. Eng kamida 30 ta olishinglar kerak ekan. Xohlasanglar o'zingizlarning brendinglarni ham qo'yib berar ekan. Shunda brend qilib sotsanglar bo'ladi. Narxiga kelsak, eng qizig'i atiga 12 yuan deyishdi. 12 yuan, 2 dollar bemalol olib sotsa bo'ladi. O'zbekistonda bilmadim bu nech pul turadi. Lekin O'zbekistonda qimmatroq bo'lsa kerak. Hozir biz O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikistondan kelib oladigan joyni topdik. Danyang degan shaharda hammasi joylashgan. Mana bunaqa qoliplar frame deyiladi inglizchasida. Atiga 10 yuan. 10 yuan. Toshkentda bilmadim buni nech pulga sotadi. Menimcha 10 dollardan sotsa kerak kamida. Agar undan qimmat sotmasa. Sifati juda zo'r ekan. Mana bu yerda hozir xo'jayinlar turibdi, loban zo'r ekan. Kelinglar zavodimga ko'rishdaman hammasini dotdi.
Xullas 10 yuandan ekan. Mana pastda turganlari, tepasida turganlari sal qimmatroq ekan, lekin narxida kelsa bo'ladi. Ko'proq olsa, undan ham arzon qilib beradi. Xullas bizga chiqinglar. Do'stlar, mana biz hozir ko'zoynaklar qolipiga keldik. Ko'zoynaklar qolipsiz. Ko'zoynak qatqadir qo'yish kerak-ku. Hamma oladi baribir. Mana bunaqa solib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi, bu safar qorasini oldim, boya uchisiga solgan edim. Xullas, bu yerda ko'zoynaklar bor ekan. Mana bunaqa materiallik, dermantillik. Bundan tashqari mana bunda juda sifatli korobkaning ichida joylashgani bor ekan. Ko'rib turibsizlar, ichida kачествоsi zo'r, sifati zo'r. Bundan tashqari mana yosh bolalarga ham bor. Bu ham to'g'ri kelmasa, mana bunaqa boshqacha stilda ham bor. Ko'ryapsizlar, ichini juda zo'r. Xohlasanglar, do'stlar, mana bunaqa o'zingizlar brend qilib sotsanglar bo'ladi. Xohlasanglar Nig'matullahmi, G'ayrullahmi deb yozdirasizlar, O'zbekistonda sotaverasizlar. Narxiga kelsak, narxi shu yerda turgan narxi o'rtacha 207 yuandan. Kamida 1000 ta dona olishingiz kerak, lekin 207 yuanga bu udar narx. Toshkentda bilmadim, buni donasini 20 mingdan, 50 mingdan sotsa kerak. Xullas, agar bu ham to'g'ri kelmasa, mana bu yerda undan ham arzoni bor. Ko'rib turibsizlar, bu ham koja. Mana bu hammasi koja ekan. Sifati juda zo'r. Buni o'ylab ko'rmaydi odam bunaqa narx. Bu yerda mana bunaqasi bor. Va mana yosh bolalarga. Undan tashqari menga yoqqan narsasi, men bu oldin sotardi, O'rikzorda adashmasam ipli bo'lardi. Hozir ipli men umuman ko'rmadim. Bu yerda xitoyliklar o'zi ishlatishmayapti. Bu magnitli ekan. Mana bunda ochiladi, yopiladi. Ochiladi, yopiladi. Juda qulay. Buni narxi 108 yuan. Dollarga chaqsanglar bu 0 necha dirham bo'ladi-da. Bunaqa narxga menimcha udar. Xohlasanglar o'zingizlarning brendinglarni qilib sotsanglar bo'ladi. Boshqa nima ko'zoynakni soladigan sumishkalarga keldik. Modniy qizlarimiz uchun mana bunaqa ochilib yopiladigan sumishkalar bor ekan. Bundan tashqari mana bunaqa qorasi bor ekan. Ochiladi va ular zanjirini ham berar ekan, bemalol osib yursa bo'lar ekan. Tepadagilari 6,5 yuan ekan, pastdagilari mana bu yaxshiroqlari bor ekan. Pastdagilari 3 yuan ekan. Xohlasanglar o'zingizlarning logoinglarni yoki nimadir rasm bo'lsa, o'shani ham xohlagan narsalarni qo'yib berar ekan. Shuning uchun chiqinglar, pul ishlanglar, soha qilinglar, boy bo'linglar. Do'stlar, bu yerda bu ko'rgazmada oddiy ko'zoynaklardan tashqari mana bunaqa nikel titanli ko'zoynaklar bor. Ko'ryapsizlarmi, qayrilganini hech narsa qilmaydi. Bemalol qayirib ko'rsanglar bo'ladi. Narxiga kelishsak, narxini bizdan so'raysizlar, agar bizaga chiqsanglar, biz sizlarga albatta ko'rsatamiz, lekin mana bunaqa juda sifatli ekan, buni menimcha yerga tushirib yuborsanglar ham hech narsa qilmaydi. Menimcha 10 yil chidab beradi agar yaxshi tutsanglar. Xullas, qiziqqanlar izohlarda yozinglar yoki to'g'ridan-to'g'ri bizaga aloqaga chiqinglar. Do'stlar, hamma o'ylaydi Xitoyda arzon joy deb, arzon fabrika, arzon narsa sotadi deb. Hatto mana ko'zoynakdek ham boya ko'rsatganimizdek, ular arzon, lekin bu yerda mana bu pavilyonda ko'rib turganingizdek qimmat brendlar joylashgan. Qimmat Xitoyda va xorijdan kelib Xitoyda ko'rgazmada qatnashadi hozirgi kunda. Shuning uchun hozir sizlarga bitta ko'rsatamiz. Ko'rsata olganimiz chunki ko'rgazma juda katta. Vaqt bo'yicha ulgura olmaymiz chunki vaqtimiz chegaralangan. Ketdi. Xitoyda biznes qanaqa qilinadi? Mana bu katta brendlar bitta zavod yoki fabrikani topadi yoki o'sha ishlab chiqaradigan korxonani topadi. Ular keyin litsenziyasini oladi. Masalan, ko'rib turgan Safilo degan brend
Hugo, Missoni, Fossil, Android, Smith, Blenders, Boss hammasini litsenziyasini oladi va Xitoyda ishlab chiqaradi. Xitoyda yana arzon bitta zavodlarda, hatto arzon va qimmat narsalar bitta joyda chiqadigan zavodda ishlab chiqaradi. Nimaga qimmat? Chunki bular brend, nomi bor. Shuning uchun qimmat. Degan hammasi Xitoyda ishlab chiqariladi. Hamma italyanskiy, fransuzskiy, amerikanskiy xohlagan brendinglar bitta konveyerda desak ham ishlab chiqaradi. Mana ko'ryapsizlar. Brend qimmat narsaga odam ko'proq hattoki. Xitoyliklar уже shunaqa darajaga yetgan, ular arzon narsaga qiziqmaydi. Arzon narsaga bizda xalq qiziqadi. Lekin hozirgi kunda Xitoyliklar va xorijliklar Xitoyda yashab turgan hammasi mana qimmat brendlarga qiziqishadi. Bunaqa 3D printda pechat qilingan ko'zoynaklarning nimasi ham bor, qolipi, freymi. Bu hammasi 3D modelda printda ishlab chiqarilgan. Keyin bitta linza qo'yib demonstratsiya bo'ladi. Va bu серьезный brend degan, bu yerga uncha-munchani kirgizmas ekan, ro'yxat qilib, balobatlar qilib, keyin kirsanglar bo'lar ekan. Bizda vaqt yo'q. Bo'lmasa kirib ko'rsatardik, lekin zo'r narsa ekan 3D printda individualniy qilib o'zingizga yoqqandek qilib chiqarsa bo'ladi. Yaxshi g'oya. Chiqarsa bo'ladi. Mana o'sha hozir aytib o'tgan 3D modelda qilingan ko'zoynaklar, mana bu printeri va naryoqda ham yana bitta printer turibdi. Ko'rib turganinglardek, mana bunaqa nimalarda chiqariladi, kichkinagina. Va undan tashqari naryoqda tayyor ham turibdi. Hozir odam ko'payib ketdi bizga kelganimizga. Shuning uchun Mahmuddan shundoq ko'rsanglar bo'ladi. Shu yerda o'zida ishlab chiqaryapti hozir ko'zoynaklar. Agar menimcha 3D printer 3000-4000 dollar bo'lsa kerak, sotib olib, uyda o'zida ishlab chiqarsa bo'ladi. Noodatiy har xil ranglarda soqqa ishlashni yo'li. Do'stlar, ko'zoynak, optika ko'rgazmasi linzasiz bo'lmaydi va nihoyat biz linza joyli topdik. Bu qo'shma korxona ekan, Koreya va Xitoy. Ko'rib turganingizdek har xil linzasi bor. Faqat -1 dan -10 gacha ekan. Narxi 20 sentdan boshlanib tepaga qarab ketaverar ekan. Eng kamida 5000 ta olish kerak ekan. Linzalarni ko'rsanglar bo'ladi, xohlagan rangi bor. Ko'k, qora, ola bo'la. Sharingan ko'zlar ham bor, Narutoning fanlari bo'lsa, qilib berar ekan bular. Shuning uchun mana bunaqa noodatiy linzalari ham bor ekan, ko'rsanglar, mana ko'ryapsizlarmi? Bular sal серьезный kompaniya ekan, chunki karislar bilan ishlar ekan. Karislar bilasizlar, meditsina bo'yicha Xitoydan baribir yuqorida turadi. Biz Xitoyda yashasak ham baribir Koreyani ko'pchilik maqtaydi, shuning uchun koreyskiy texnologiya bo'yicha qilingan ekan. Xullas chiqinglar, kimga linza kerak bo'lsa, qiziqqanlar, biz sizlarga kontaktlarni berishimiz mumkin. Do'stlar, hamma biladi, hozir Facebook, Meta ko'zoynakni chiqargan kamerasi bilan birga Xitoylar javob qaytargan. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu ko'zoynakda bunda ham kamera joylashgan, orqasida esa kolonkalari bor. Hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Odamni ko'ryapsizlarmi? Bu yangilik, know-how bo'lgani uchun odam juda ko'p. Harakat qilamiz sizlarga hozir ko'rsatishda. Do'stlar, mana hozir AR ko'zoynagini kiyib ko'ryapmiz. Men gapirishim bilan hamma jim bo'lib qoldi. Xohlagan joylarga mana bu ekranda ko'rsatsa bo'lar ekan. Mana telefonida ko'rsangiz, shu narsani men hozir xohlagan joyda ko'ryapman. Lekin mana bu narsani ko'ryapman. Tinnu zo'r, g'irt yalqovlarga kerak narsa ekan. Ha? Yo, telefon ko'rinmas ekan, bundoq tursam, faqat o'sha ekranda bo'lgan narsani ko'raman. Agar bossam, menimcha ko'rinsa kerak. Orqasida kolonkasi bor ekan, eshitiladi. Hozir menimcha shovqin bo'lgani uchun ko'rinmayapti. Lekin yaxshi narsa ekan, mana yotib olib kino ko'rish uchun yoki anime yoki biror bir boshqa narsa. Hozir so'raylikchi, narxi necha pul ekan bu? Do'stlar, VR ko'zoynaklar 1699 yuan ekan. Mana bu yerda kamerasi bor, Metaga o'xshagan 2000 yuan ekan. 1999. Hozir ko'rsanglar bo'ladi, mana unaqa.
yoki mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda kamerasi bor. Mana bu yerda spikeri bor, kichkinagina. Bundoq kiyib kameraga olib yursa bo'ladi. Yaxshi ekan. Lekin metanikini ko'rish kerak. Xitoyda ham yaxshi. 2000 yuanga menimcha zo'r narx. Do'stlar, оборудование ham bor. Bu yerda ko'pchilik biladi, men bu ko'zoynak taqib yurganlar, men o'zim ham bilaman. Ko'z charchab ketadi yoki quruq bo'lib ketadi. Shuning uchun mana bunaqa apparatchalar bor ekan. Kiyib 5 daqiqa yo 10 daqiqa, 15 daqiqa tursa, yallig'lanishni nima deyiladi o'zbekchada? Moisturizing. O'shani oldini olar ekan. Keyin men bu yerda ko'zoynak taqqan yoki ko'zoynak taqmagan yoki kompyuterda ko'p o'tirganlar ham biladi. Ko'z qurib qoladi, qaplashib yuradiganlar. Men ham o'sha ko'zlar charchoq yoki qizarib ketadi-yu. Ozgina kiyib o'tirsa, issiq bo'lib yordam berar ekan. Narxlarga kelsak, mana sizlarga narxlarni ko'rsatamiz. 4300, 5000, unisi 6000 yuan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Va hozir ko'rasizlar, men o'zim test qilib ko'rmoqchiman, chunki ko'zoynak taqqandan biladi, ko'z charchab ketadi. Hatto kompyuterda o'tirsangiz ham ko'z og'rib ketadi-da. Shuning uchun menimcha bironta uyda yoki shifoxonada bo'lsa, borib 15 daqiqa o'tirib kelsa, menimcha zo'r bo'ladi. Hozir sinab ko'ramiz. Hozir mana ko'zim tekshirtirdik. Xullas bu nima qilar ekan? Ko'zda mana bu yog'li joylari yoki qizarishlari bor, shuni aniqlab berar ekan va qanchalik zarar ko'rganini hozir mana kompyuterda ko'rsatamiz. Buni sun'iy intellekt sizlarga ko'rsatib berar ekan. What happened? Is it good or bad? You lag 74%. So is it good? Severe. So is it good or bad? I clear them up. Bad. Bad. Yes. So it should be 67. This area is normal. Oh. This is very little. This is middle age. This is severe. Most severe. So I will die. Okay. Xullas do'stlar, hammamsan deyapti. O'zi 10 daraja bo'lish kerak ekan, menda 74 ekan. Shuning uchun mana bu apparatdan ishlatsak, ko'zing yaxshi bo'ladi deyapti. Shuning uchun ko'zni asrash kerak, o'rtoqlar. Hazillashib bo'lmaydi. Telefonda, kompyuterda kamroq o'tiringlar. Menga bo'lmasa o'xshab mana bu aytadi, tamomsan deb. Bu pavilyonimizda mana yangi pavilyonga o'tdik. Ko'ryapsizlar, apparatura bu ko'zni charchog'ini olishga boya ko'rsatganimdek. Bu pavilyonda menimcha hammasi shu ko'z charchog'i, ko'z qizishi, ko'z davleniyasiga bog'liq narsalarni oldini oladi. Kimga qiziq bo'lsa, kontak chiqinglar, sizlarga yordam beraman. O'zi 15 daqiqa turish kerak ekan, biz lekin 1-2 daqiqa o'tirib ko'ramiz. Hali astronavtga o'xshab qoldim. Do'stlar, mana hozir o'tiribmiz. Ko'zni qizitar ekan, chunki issiq nimada chiqazyapti. Yaxshi. Bu pavilyonimizda do'stlar ko'ryapsizlar, uskunalar. Mana bu uskunalar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Do'stlar, mana hamma ko'zoynak taqadi. Ko'zoynakni lekin ko'pchilik qilmaydi, faqat oynasini tozalaydi. Maxsus shunaqa uchun ko'rib turgan narsalar, uskunalar ko'zoynaklarni tozalash uchun ultrasonik nimasida tozalaydi ekan. Chistatada. Hozir mana o'zimnikini tozalab ko'raman, chunki tozalab beramiz deyapti. Mana bu hozirgi holati. Ko'rayotgan bo'lsanglar bo'ladi. Hozir tozalab ko'ramiz, qanaqa holatga kelishini ko'ramiz. Mana solishdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ana kiri chiqyapti. Lekin ko'zoynagim tozalab yuraman mana. Yuvib.
Mana hozir tozalangan holati. Yaxshi tozalab, menimcha artib yuborish kerak. Xullas, mashina necha pul turadi? Mana bunaqa kattasi donaga 1600, uchtasi 1100 dan. Kichkinalari bor ekan 800 yuan, donaga 550, uchtadan ko'p. Bundan ham kichkinasi bor ekan 400 yuan. Uchtadan ko'p olsanglar 300 yuan. $50 ga ham bormaydi. Menimcha bitta ikkita olib qo'ysa, optikada turadiganlar hamma kelib tozalab ketadi baribir oynasi. Yaxshi biznes. Million kattaligidan mana bunaqa elektrik mashinchalar qo'yib qo'ygan, bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Chunki pavilyonni ko'ryapsizlarmi kattaligini? Juda kattaligidan biz mashinada o'tirib ketyapmiz. Naryoqqa boramiz, o'tdan keyin bu tomoniga yuramiz. Xullas do'stlar, ko'rgazmani birinchi kuni tugadi. Yana bu ko'rgazma 2 kun bo'ladi. Agar qiziqqanlar bo'lsa, sizlarga qiziqarli narsalar ko'rgan bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar bizaga. Ko'rgazma yiliga faqat bir marta bo'ladi. Shuning uchun agar qiziqayotgan bo'lsanglar, sizlar keyingi yilga harakat qilishinglar kerak. Ungacha esa sizlar bizadan rahmat. Bizadan kontaktlarni olishinglar mumkin. Va yana like, obuna bo'lishni unutmanglar. Kommentariyada esa yozib qoldiringlar, sizlarga qanaqa Xitoy haqida kontent yoqadi va biz sizlarga shuni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xayr va salomat bo'linglar.